Salom hammaga, bugun sizlar bilan kompot. Bugun biz yangi tekis yo'l ochdik va bu tekis yo'lda yashaymiz. Voy, qishloqmi? Menga do'stlarim aytishgandi, tekis yo'lda endi qishloq bo'ladi deb. Qishloq? Voy, men aytdim qishloq. Qanaqa qilib? Ikkita qishloq. Ikkita qishloq, Rostdan. Ikkita qishloq. Qanaqa ikkita qishloq? Do'stlar, shu vaqt videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha yoqib qo'ysanglar, mana shunaqa videolar chiqishi bilan sizlarga yetib boradi. Va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qolish esingizdan chiqmasin. Va let's go, qishloqqa otlanamiz. Qishloqqa boramiz. Voy, yana bitta qishloq. Voy, yana bitta qishloq. Yana bitta qishloq. Uchta qishloq. Uchta qishloq, bitta mirda uchta qishloq. Voy. Qanaqa? Nima yozgan ekan? 13-qishloq. 13-qishloq ekan bu. Demak, ana 12. Antagi 13-qishloq, demak. Ana. O'sha 13-qishloq demak. Hozir bitta boshliq bo'lish kerak bitta. Assalomu alaykum. Brat, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Yangimisan deyman. Ha, aka, yangi edim. Bu yerda boshliq kim? Mirmi, prezidentmi kim? Bizda prezident yo'q. Bizda mir bor. Ha, o'sha mirni uyi qayerdaligi bilmaysizmi? Mirni uyi to'g'ridagi quvozdan chapga burilasan. Xo'p, rahmat. Bo'ldi, sizda nimagadir hech narsa yo'q. Bu yoqlarda bor ekan. Assalomu alaykum. Bu mirni uyimi? Ha, bu mirni uyi. Ha, bu mirni uyi. Mirni uyi bu. Xo'p. Rahmat. O'tib ketay, qochib turinglar, iltimos. Hop. Kirishga shoshilatuvdik-da biz ham. Xo'p, shundoq kirib oling. Kech qopti. Qochib turinglar, o'tib olay. Nimaga meni uryapsan? Uzr. Qochib turinglar, o'tib ketay. Nimaga bizni uryapsan? Nima haqqing bor? Kelsin. Uzr. Bosh qaytarmaydi. Assalomu alaykum, siz mermisiz? Ha, men merman. Yangimisan deyman. Ha, yangi edim-da. Kecham tushib qoldi. Hozir kirgan edim o'yinga. O'shanga turar joyim yo'q-da. Bironta qishloqdan bo'sh uy bo'lsa berib tura olmaysizmi? Ha, berib tura olaman. Lekin har kuni kechgacha bitta zumraddan berasan kvartira narxiga. Mir, bu pullarni qayerdan olaman? Olasan. O'sha to'g'rida kelgan joyidagi огородda ishlaysan. O'sha meni огородим. Bu qishloq meni qishlog'im. O'shani oldidagi kuznicani ko'rdingmi? Oldida lava bilan pechka bor. O'sha kuznica senga. Va faqat kech tushguncha har kuni bittadan zumroq berishingga to'g'ri keladi. Xo'p, Mir. O'tda bittayam ekin yo'q edi-ku. Mana bittagi qo'shnilaringdan olasan. Bittasidan so'rasang bermasa, ikkinchisidan so'rab iltimos qilsang beradi.
Xo'p, men rahmat. Hozir kirib uxlab tursam maylimi? Ha, ertadan kvartira pulini berishni boshlaysan va ishlashni boshlaysan. Xo'p, mer. Rahmat sizga. Do'stlar, mer bizga uy berdi. Endi borib uxlasak ham bo'ladi. Let's go. Endi bizning uyimiz bor. Let's go. Nima meni uyimni taxlab olgansizlar? Ha, biz mana shu uyni talashyapmiz olish uchun. Lekin hamma olmoqchi. Juda ham chiroyli va zo'r uy ekan. Xo'p, bu uyni mer menga topshirdi. Rostmi? Yangimisan sen? Ha, men yangiman. Menga buni kvartiraga berib turdi mer. Qochib turinglar, bu meni uyim bu. Ey, bu uyni menga mer berdi-ku. Qochinglar ey. Yo'qolinglar. Bu meni uyim. Hali ko'rasan. Ko'ramiz. Qani. Bitta uxlab turaylik. O, pechkalari bor ekan-a? Pechka bor. Eshik, sunduq, kitob, daftar. Bunaqa sunduqda nimalar bor ekan? Hech narsa yo'q ekan sunduqda. Mayli. Xayrli kun. Ketdim do'stlar endi ertalabdan. Go'lim bor. Hani muzeyga kechqurun sovuq bo'ldimi deyman. Qochinglar, meni oldiga kirishim kerak sirojni. Biz ham kirishimiz kerak, navbatda turibmiz. O'tib ketay, men yangiman, qochinglar. Ana. Assalomu alaykum mer. Alaykum assalom. Bugun kvartirada pulni topshirish esingdan chiqmasin, bitta zumrad. Xo'p, hali ishlaganim yo'q-da, ana vada fermerlardan so'rab olaveraymi? Ha, so'rab olaver. Xo'p, mer bo'pti. Voy, jitilar kirib ketdi. Qochib turinglar, chiqib ketay. O'tib ketaylik. Jitil qochib tur. O'tib ketay. Uzun tiqilganim uchun meni o'ldir. Ursang chiqib ketaman. Xo'p. Ana. Endi sekin chiqib ketamiz. Assalomu alaykum fermer aka, bittagina ko'chatingizni olsam maylimi? Mayli. Rahmat lekin. Hop, ko'chatimni olaver, keyin men ham senikini olaman, hopmi? Xo'p, beraman. Rahmat. Hop. Let's go. Jigarlar. Va bizning birinchi ish kunimiz. Bitta ko'chat ekan, bittasini let's go do'stlar, borib berib kelaylik-da. Fermer tog'a, mana olib keldim bitta ko'chatingiz. Hop, bashitga ekib qo'yaver. Xo'p, mana. Ekib qo'ydim. Hop, bo'pti. Rahmat. Ketdik do'stlar. Endi buni o'sishini kutish kerak. Va biz fermerga nech pulligini so'rab kelish kerak. 5 pulligini so'raganmidim o'zi? Hozir borib kelaydi. So'rab kelaydi. Qochib turinglar, o'tib ketay. Qochib turinglar. Aka, qochib turing, iltimos, qochib turing. Voy, qochib turing. Orqaga surib tashladi.
Mer, o'zi mana shu ko'chatni ko'chat donasi nechi pul? Nechi Zumrad? Qanaqa donasi? Bitta stagi bir Zumrad. Bitta stak topish kerak. Voy, juda ham ko'p-ku bu. Majbursan. Qilishi kerak. Xo'p, mayli. Endi do'stlar, endi to'g'ri tushunasizlar. Mana bu bochkalarda nima bor? Bu bochkalarda pullarim turadi-da. Seni bochkangda nima bor? Sen juda menga o'xshab ketarkansan. Menga o'xshagan mer bo'lsang bo'lar ekan. Xo'p. Nega zo'r bo'lardi? Bir kun kelib bo'larmi? Bochkalaringizga qarasam maylimi? Ha, qani voy. Hozir bochkalaringda, sening bochkalaringda nimadir bormi? Yo'q-da, mer sizni shuncha ko'p bor ekan-a. Ha, endi qishloqlar berganda kvartira berish kerak-ku ularga. Xo'p, mer bo'pti. Ketdim, men ishimni qilaydi. Qochib turinglar. O'tib ketay. Anta qanaqadir qishloqlar. Bular hali qishloqmi? Juda ham ko'p uyi bo'lganiga shaharmi deyapman. Shaharmikan-a? Hali ko'rib kelamiz. Qani buni bir stak qilish kerak. Aka, qoching meni uyimni oldidan, nima deb mo'ralayapsiz uyimda? Qani endi bir darslarni qilay berdi. Maktab ham yo'q ekan, nimadir yozamiz-da. Opa. Qani. Oh. Matematik misollar, naman yechaman-da. Oy. Avval ozgincha maktabda o'qiganman-da. Avvaliga YouTube kanalimda maktabda o'qiganman. Va u YouTube kanalim o'chib ketgan. Endi mana shunaqa videolar qilamiz yana. Halilar o'smasa kerak bu. Qachon o'sadi? Fand Mahmud ledim. Hali shuncha joy bor, shuncha joyga qanaqa yetkazamiz? Hamichi. Hozir fermer akalardan so'rab kelaydi. Fermer aka, ana shu polizlardagi ekinlarni olib, o'shani nimada hosilini sizga berib, ko'chatini o'zimga olsam maylimi? Ha, o'zingga olsang bo'ladi. Lekin ularni joyiga ekib chiqishiga to'g'ri keladi-da. Xo'p, mayli. Ekib chiqaman. Rahmat fermer akaga. Xo'p dedilar. Qani, opa. Qani, ketdik. Hammasiga ekib chiqdim. Voy, uzr. Nima qilib qo'yding? Uzr ey. Men ataylab qilganim yo'q. Uzr, to'g'rilab qo'yaman keyinroq. Xo'p. Mana qo'yib qo'yapman. Maytga qo'yib qo'yaman, ha? Xo'p, shatga qo'yib qo'yaman. Rahmat yana bir marta ko'katganim uchun. Senga ham rahmat bonusimni terib berganing uchun. Xo'p. Let's go do'stlar, endi tezroq kuchaya olamiz, tezroq Zumrad yig'a olamiz. Qani, yaxshi. Ana bankka ham qarab kelmadik. Bankda nimalar bor ekan? Bank, do'konlarda nimalar bor ekan? Qani? Bank, bu do'kon ekan. Bankka birinchi kiraylik, qani? Verstakilar. Nimaga bu? Voy, olmoslarni! Voy, bu Minecraftdagi eng zo'r qimmatbaho pul bu olmos.
Bu ko'pligiga qaraganda где-то donasi bir donasi 10 ta zumrad turadi buni. Eshitgan edim. Do'kon bu do'kon. Nima? Daraxt, shalgir narsa qo'yadiganmi bu? Nimaligini bilmadim men buni. Yangi narsa ekan. Voy, daraxtlarni, tovushlarni. Voy. Bu juda 10 ta zumrad turadi bular. Bir stak 10 ta zumrad. Bular juda ham qimmatbaho. Bu inventarda narsa olib yursa bo'ladi. Bu donasi 10 ta zumrad. Bu donasi necha zumrad? 10 zumrad bo'lsa kerak buning donasi. Toshdiki ham toshda bir stak 10 zumrad bo'lsa kerak. Voy, ketib qoldi. Qanaqa qilib? Men hali zumrad ololmasam kerak. Yerda oldik kiraychi. Assalomu alaykum mer. Mer bu hali yangi bo'lgani uchun qanaqadir ekinlar bo'lmayapti-da. O'shaning uchun sal kelishtirib bera olmaysizmi? Yo'q, men bitta zumrad dedim, bitta zumrad bo'ladi. Lekin har bitta nima bug'doyiga bittadan zumrad berishim mumkin. Rostdan mer, hozir olib kelib beraman. O'tib ketay aholi. Hozir borib olib kelib bersam qochib turing. Borib bitta bor edi. Qani? Let's go ketishdi. Assalomu alaykum. Mana mer, sizga bitta ko'chat olib keldim mana. Barakalla. Ko'chatingni oldim. Endi yana yashaversak bo'ladi. Har kuni bittadan ko'chat olib kelsak bo'ldi. Yana bitta ko'chatingga senga bittadan olmos to'layman. Rostdan. Rahmat mer. Bu yaxshiligingizni unutmayman. Ketdik. Let's go. Endi yasha olamiz. Bizning biznesimiz bor endi. Yaxshi. Biznes bor. Uyimiz ham bor. Aholi bor. Qishlog'imiz bor. Uyda pechkalarimiz bor. Versakimiz ham bor. Mana daftar kitob. Hali uni bo'lgandan keyin instrumentlar yasashim kerak. Bilasizlar, men nima unda maktabda o'qiganman va men kirka shunaqa narsalarni yasashni bilaman. Bu yangi YouTube kanalim, o'shaning uchun men u videoni saqlab qola olmaganman. Shuning uchun bu YouTube kanaliga qo'ya olmaganman. Va do'stlar, hozir uxlaymiz va keyin bu videoni tugatamiz. Keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishamiz deb qolamiz albatta. Va do'stlar, shu vaqt videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar va kommentariyaga ikkinchi qism chiqsin deb yozinglar. Ya'ni keyingi qism chiqsin deb yozinglar, bo'ldi. Keyingi qismni chiqazamiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bye bye do'stlar.